Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan biz musiqa fanidan turli xarakterdagi musiqani tushunishni tarbiyalash mavzusida video darsimizni sizlarga taqdim etmoqchimiz. Bunda biz rejalarimiz bilan tanishib olamiz. Birinchi rejamiz turli xarakterdagi musiqani tushunishni tarbiyalash. Ikkinchi rejamiz yuqori ovozlilik, ritmik, tembrli va dinamik eshitish qobiliyatlarini rivojlantirish. Uchinchi rejamiz maktabgacha yoshdagi bolalar musiqa faoliyati tamoyillari va unga qo'yiladigan davlat talablari bilan tanishib chiqamiz. Inson faqat yoshlik yillaridagina ona tilini ham, musiqa madaniyatini, savodini ham, kuy va go'zalligini idrok etish, tushunish, his etish, zavqlanish qobiliyatini egallab oladi deb yozadi mashhur rus pedagogi Suxomskiy. Agar shu yoshlik chog'idanoq bola qalbida musiqa go'zalligi ta'sir etsa, agar bola musiqa tovushlarida ifodalangan inson his-tuyg'ularini, uning ko'p qirrali ma'nolarini sezsa, u hech qanday o'zgarish bilan erishib bo'lmaydigan madaniyat cho'qqisiga erishib ko'tariladi deb ta'kidlagan allomalarimiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqa faoliyatining o'ziga xos xususiyati shundaki, faoliyat davomida olib boriladigan ta'limiy va tarbiyaviy faoliyatlar mustaqil jarayon ko'rinishida bo'lishi bilan birga, ular bir-biri bilan uzviy bog'liq va aloqadorlikda bo'ladi. Bu esa ushbu fanning o'qitilishining tabiiy qonuniyatlaridan kelib chiqqan holda o'qitiladi. Musiqa faoliyatlari musiqa tinglash, jamoa bo'lib, xor bo'lib, qo'shiq kuylash, musiqa savodi, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqaga ritmik harakatlar bajarish hamda bolalar cholg'u asboblarida jo'r bo'lish jarayonida bolalarga mavzu doirasidagi musiqiy nazariy bilim va tushunchalar beriladi. Ularning amaliy ijrochilik ko'nikma va malakalari shakllantirilib boriladi. Xarakterdagi musiqani tushunishni tarbiyalash maktabgacha yoshdagi bolalarda quyidagi sifatlarni rivojlantiradi. Birinchisi, maktabgacha yoshdagi bolalarning musiqa faoliyat doirasini kengaytirib boradi. Ikkinchisi, musiqa faoliyatga qiziqishini oshirib boradi. Uchinchisi, musiqa xotira va e'tiborni rivojlantirishga yordam beradi. To'rtinchisi, haddan tashqari uyatchanlik va cheklovni yengishga yordam beradi va oxirgisi, bolalarning musiqiy bilimini kengaytirib borishga yordam beradi. Biz maktabgacha yoshdagi bolalar bilan musiqiy faoliyatning har qanday shaklini o'zlashtirishda quyidagi tamoyillarni hisobga olishimiz muhimdir. Musiqa ta'limining asosiy vazifalarini kompleks hal etish, tizimli, bosqichma-bosqichlik, ketma-ketlik va takrorlash tamoyillari bilan foydalanib o'tamiz. Eng avvalo, tinglash va kuylash uchun tanlanadigan asarlar repertuarining bolalar yoshi, qiziqishi, uni idrok etish, tushunish, ko'nikma va malakalarini rivojlanganlik darajasiga muvofiqlash, mavzu va asar xilma-xilligiga, g'oyaviy, badiiy mazmunni tarbiyaviy ta'sirchanligiga e'tibor qaratishimiz lozim bo'ladi. Asarlarni tanlashda uni faoliyat mavzusi bilan bog'liqligini inobatga olishimiz, tahlil jarayonlarini shunga muvofiq ravishda rejalashtirib borishimiz kerak bo'ladi. Tahlil jarayonida bolalarda asar haqida o'z tasavvurini, fikrlarini aytish, asar mazmunining g'oyaviy, badiiy qiymatiga baho berishimiz, xarakterli jihatlarni tahlil qilib borishimiz kerak va zarur bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda turli xarakterdagi musiqani tushunishni tarbiyalashda quyidagi badiiy va pedagogik talablarga javob berish kerak bo'ladi. Bunda biz yuksak mafkuraviy bo'lishi, uyg'onish va rivojlanishga ko'maklashish, ikkinchidan badiiy hissiy jihatdan boy bo'lishi, sujetda mazmunli va qiziqarli va melodik. Bunisida esa shakl jihatdan sodda va mazmunli foydalanish mumkin bo'ladi. Bola ovozining rivojlanishi, bola yoshining ulg'ayishi natijasida qo'shiq aytishga aniq maqsadni ko'zlab o'rgatish yoki muntazam o'quv jarayonida uyushtirilgan sharoitlarda ijobiy ta'sir ostida yoki bo'lmasa har ikkala yo'lning qo'shilib ketishi tufayli yuz beradigan jarayon hisoblanadi. Bola ovozining birlamchi manbai bo'g'iz bo'lib, unda tovush naychalari oralig'ida tutashgan tovush pardalari bo'ladi.
Qo'shiq aytgan vaqtda markaziy asab sistemasining boshqaruvida faqat bo'g'iz emas, balki artikulatsiya hosil tuzilmasi, nafas organlari hamda boshqa organ va sistemalarni jalb etadi. Lat, ya'ni bu rus tilidan olingan bo'lib, uyg'unlik, tartib, pardalar tuzilmasi, keng ma'noda musiqiy estetik tushuncha sifatida pardalarning o'zaro mutanosibligi, turli balandlikdagi musiqiy tovushlarning uyg'unligi, musiqa nazariyasining asosiy tushunchalaridan biri, musiqiy pog'onalarning bosh parda yoki asosiy pardalar qo'shilmasi atrofida o'zaro bog'lanish tizimidir. Tembr, fransuz tilidan, ya'ni timbre, tovush sifati, tuye, bo'yog'i, musiqa tovushining xususiy belgilaridan biri bo'lib hisoblanadi. Tembr tufayli bir balandlik va bir xil dinamikadagi tovushlarni farqlash mumkin. Ritm ya'ni yunon tilidan olingan bo'lib, ritmos, uyg'unlik, mutanosiblik, musiqaning jonli zarbasi uning asosiy ifoda vositalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Ritm bir xil yoki turli uzunlikdagi tovushlar ketma-ketligi metr yordamida tashkil etilgan. Har xil mazmundagi, turli murakkablikdagi va janrlar yozilgan o'zbek qardoshlar, xalqlar hamda chet el musiqalari, shuningdek ularning bastakor va kompozitor asarlari bilan tanishib borishlari, ya'ni musiqiy zaxira to'plashlariga erishish yaxshi natijalarga olib keladi. Tinglangan har bir musiqiy asar haqida bolalarning umumiy taassurotlari yuzasidan yakuniy xulosa chiqarish, bolalarning ushbu jarayon faolligi egallagan bilim, ko'nikma va malakalariga baho berish, rag'batlantirish, kelgusi mashg'ulotlarga nisbatan yanada ko'proq qiziqish uyg'otish, mustaqil fikr yuritish, ijobiy izlanishlarga rag'bat uyg'otish, yangi imkoniyatlarni olib kelishi mumkin. Biz bilamizki, maktabgacha yoshdagi bolalarni musiqa tinglashi natijasida ularda bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirish juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Bugungi ma'ruzamiz shulardan iborat edi. Kelgusi video darslarimizda ko'rishguncha xayr.